Ishonasizmi? Ayoldan pul olgan erkakni ishi yurishmaydi. Aqlli ayollar hech qachon erkakka pul bermaydi. Chunki ular biladi, erkakka pul berdimi ayol kishi, vso, u ko'tarildi, undan kuchliroq bo'ldi, hurmat yo'qoldi, eriga yoki o'sha erkakka eri bo'lish shart emas u. Yaxshi ko'rganiga ham ko'p beradiganlar bor. O'zi mamnaqa qilib qara olmaydi. Erkak pul oldimi ayoldan? Baribir ming tan olmasa ham yelkalari qisiladi, qadri pasayadi. Ishonasizmi? Ayoldan pul olgan erkakni ishi yurishmaydi. To'xtaydi. Ayolni puli, bergan puli erkakni barakasini o'ldiradi. Vapshe berish kerak emas. Ayollardan vapshe pul kutmaslik kerak. Tushunyapsiz? Bu qoida, buni tan olasizmi, yo'qmi? Ayoldan pul kutgan erkakni ishi yurishmaydi. Ayoldan pul olgan erkakni ishi yurishmaydi. Chunki tabiat tomonidan erkak beruvchi, ayol oluvchi qilib qo'yilgan. Mana shu funksiya buzilmaslik kerak. Ayol olib turishni unutmaslik kerak, erkak berib turishni. Ikkalasi